eshitilyaptimi? Eshitilyapti, davom etavering. Eshitilyapti yaxshi. Imtiyozli toifa oynasiga kelganimizda mana shu bemorimizning ro'yxatlariga kirgizilgan imtiyozli toifalarning ro'yxati chiqadi. Demak, bu yoqda o'zimizga kerakli bo'lgan, xohlagan imtiyozli yo'l toifamizni tanlashimiz mumkin. Bundan tashqari, mana shu imtiyozli yo'llanmaga biriktirilgan faylni ham ochib, o'qib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, bizda o'sha imtiyozli yo'llanmamizga biriktirilgan o'sha rasmi yoki bo'lmasam imtiyozli yo'llanmasini tasdiqlovchi hujjatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi nozologiya. Nozologiya oynasiga biz mana shu bemorimiz qaysi nozologiya guruh bo'yicha biz yo'llanma yaratayotganligimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, onkologiya yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, tanlaymiz va imtiyozli tashxis oynasida bemorimizga o'sha o'zining o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozli tashxisini tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana shunaqa imtiyozli tashxisimizni tanladik va shifoxonaga yotqizish uchun asos oynasida mana shu tashxisga va nozologiya guruhga qarab shifoxonaga yotqizishgan har xil asoslar chiqadi. Bizga keraklisini tanlab qo'yamiz. Bundan tashqari, agar bemorda qo'shimcha yana tashxislar bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha tashxislar oynasini aktivlashtiramiz va yondosh tashxis bo'lsa, yondosh, asorati bo'lsa, asorat, fon tashxisi bo'lsa, fon tashxis, raqobatli bo'lsa, raqobat bardoshini tanlaymiz. Agar bu yoqda kerakli tashxisi mana ro'yxatdan topib olmayotgan bo'lsangiz, bu o'shani demak MKB bo'yicha kodini yozish orqali ham qidirib topsanglar bo'ladi va bir nechta diagnozni birdaniga biriktirish imkoniyatlari mavjud. Mana shu tariqa. Demak, asosiy ma'lumotlar oynasidan biz hamma ma'lumotlarni to'ldirib bo'ldik. Keling endi imtiyozli toifasiga ozgina to'xtalsam. Imtiyozli toifa bemorga qayerda qo'shiladi? Qayerda faylimiz biriktiriladi imtiyozli toifani tasdiqlovchi hujjatini? Shunaqa ma'lumotni biriktirishimiz uchun, qo'shishimiz uchun va bemorimizning MedID'siga bosib o'tadigan bo'lsak, mana bu bemorimizning MedID elektron med kartasi. Bu yoqda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtada bemorning profili va ro'yxatlarini o'zgartirish knopkasi bor. Demak, ro'yxatlarni o'zgartirish knopkasiga bosganimizda o'sha hammanglar xabaringlar bor, sog'lomlik guruhini ko'rsatamiz, dispanser nazoratga, ya'ni D uchotga olamiz. Emlashlar, nogironlik va mana shu oynaning o'zida imtiyozli bemor degan oynani ichidan qo'shiladi. Ya'ni qo'shish tugmasini bosganimizdan so'ng mana bizda bo'sh oyna paydo bo'ldi. Ustiga bosib, bizning sistemamiz tomonidan berilayotgan bir qancha imtiyozli toifalarning ro'yxati mavjud. Masalan, deylik, ijtimoiy muhofaza qilinishning yagona reyestr axborot tizimida ishlamaydigan yoshdagi nafaqaxo'rlar, yetimlar, hokazolar bor. Tibbiyot xodimlari va hokazolar bor. Qaysi biri sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani qo'shishinglar kerak bo'ladi. Masalan, biz onkologik kasalliklar dedik. Mana shu imtiyozli toifani tanlaganimizdan so'ng, mana shu imtiyozli toifasini tasdiqlovchi hujjatini hujjat qo'shish tugmasi orqali kompyuterimizning xotirasidagi o'sha elektron shaklini biriktirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bir daqiqa, bizda bor edi, meni bitta papkam ichida menga keraksiz nolar bor. Demak, mana shu faylni biriktirib qo'ydim men mana shu imtiyozli toifaga. Shundan so'ng saqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, bizning imtiyozli toifamiz bemorimizning profiliga kirgizildi va imtiyozli yo'llanma yaratish jarayonida, demak, mana bu oynada уже onkologik ham chiqib keladi. Bir obnovit qilib olganimizdan keyin hozir o'chib ketadi bo'lmasam hamma ma'lumotlar. Mayli, o'chsa ham ko'rsataman, что o'sha bizga paydo bo'lganini bemorimizning profilida imtiyozli yo'l toifasini ochadigan bo'lsak, vazirlik tomonidan tasdiqlangan mana onkogematologik o'sha tanlangan biriktirilgan faylim.